Do'stlar, hammaga salom. O'tgan videoda biz butlar haqida gaplashgandik. Bu videoda ham butlar haqida gaplashamiz, lekin bu safar sal boshqaroq bo'ladi. Bu safar original butsi bilan poddelka butsini solishtirib ko'ramiz. Oddiy tilda aytganda, original butsi bilan luks ko'pi yoki poddelka yoki birga bir deyshadi. Buning uchun men bugun bir o'zim bo'lmayman. Mana bugun sherigim bo'ladi. Juda ham bir xarizmatичный bola. Jahongir Isroilov. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga butsilarning farqi nimadaligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Nega Jahon chaqirdim? Chunki men darvozabonman, bu zaxirabon. Hujumchi. Menga ko'proq udariga, paslarga kerak bo'ladi. Bunga esa driblingga qaysi butsilar mos kelishini aytadi. Ya, zaminda o'tirgan payt qulay bo'lish kerak-da. Ana oyoqni qissa, noqulay bo'lsa asabiylashib yaxshi o'tira olmaysizlar-da. O'zingizlarga qulay butsi bo'lsa, bemalol o'ynadi, o'yinib o'tirasizlar. Davon nima deb o'ylaysan, bugun qanaqa video bo'ladi? Men o'ylashim bo'yicha bizni podpischiklarimizga juda ham foydali video bo'lishi kerak. Endi meni o'zimga ham juda ham qiziq bo'ladi. Umrimda original butsi ushlab ko'rmaganman. Kiyish yo'qda tugul. O'shaning uchun hozir birinchi marta ko'rib, farqini sizlarga aytishga harakat qilamiz. Endi kiymaganmisan original? Kiyib ko'rganman, endi bunda kiyib kelgan yechib olishgan. Tushunarli. Bo'ldi, unda hozir biz butsiga o'tamiz, sizlarga ko'rsatamiz. Mana Jahon butsilarda mana ko'ryapsan, ikkita rad bor. Bu yoqdan qaysi biri original, qaysi biri poddelka. Nima deb o'ylaysan? Bittada ushamasdan, qani? Ajratib ko'rish. Endi mana bu taraf original ko'rinib turibdi. Nimadan unaqa deyapsan? Shu ranglari, albatta bo'ladi. yorqinroq, nasishniy-da endi. Kontrastniy bo'lib turibdi. Misol uchun mana bu Phantomda adashmasam последний modeli. Bu Jahon hozir to'g'ri aytdi, bu original. Mana bu poddelka. Kameradan bilinib turibdi, mana farqida juda katta, rangida juda katta farq bor. Chunki bu Jahon aytgandek oqroq, qandaydir, nasishniroq masalan. Mana bu o'zini realniy, nastoящий rangi. Mana bu yerda ham Jahon mana farqini bilsang bo'ladi. Mana bunaqa naklari ham buniki cho'tga qilingan, mana poddelkaga bilinib qo'ygan. Magnitlardan farqlash qiyin. Birga qo'yib. Da atak plus minus bular luks kopiya deyiladi, adashmasam. Do'stlar, agarda kimga original butsi kerak bo'ladigan bo'lsa, butsi O'zbekistoniga murojaat qilinglar. Qolganlar sizlarga cho'tki, xohlagan butsilarni zo'r narxlarda qilib berishadi. Assortiment juda ham ko'p. Описаниеda hamma ma'lumot beriladi. Bu yoqda ikkita Mercurial bor. Bilsangiz, mana bunaqa Kilian Mbappeni tipi kollaboratsiyasida ishlangan. Bunda ham lekin farq katta. Ochib ko'rsang, bu tagida plus minus farqi yo'q, bitta momentda ekan farqda. Ranglarda ekanda, shu originalda o'zining rangi bor, boshqacha bo'ladi. Misol, Baba ajratib turadi originalning. nakleykalari ham originalda o'chmasa kerak, bunda o'chib ketsa kerak. Katta ehtimol. Detallar, men bitta mana o'zidan nimadir qo'yib yuborishdi, originalda yo'q. Atak farqlash qiyin. Bunda uni mana shunaqa original bilan qo'yib farqlamasanglar, bitta qarashda bilinmaydi. Kopiya baribir o'xshatib ishlaydi. Lekin sifatida gap katta bo'ladi. Bu yillabchilikda, bu oylab. Adashmasam buni tagi sinadi. Tishi sinib ketadi ham kopiyani. O'zim ham kiyganman. Bir kunda ham sinib ketadi tovon taraflar. Balki men tovonda yugurardim. Bir xillarda chidaydi lekin. Originali sinmaydi lekin. Bu onda o'ynasanglar ham. Mana bu уже Mercurialda oxirgi pokoleniyasi, ya'ni bu oxirgi model. Bu yonidagi poddelka. Avlodi yo'qmi? Просто poddelka. Poddelka-da. On poddelka. Buni ham video o'ziga yarasha chiroyli, lekin farqlash qiyin. Men bu qanaqadir uni bo'yli приятный qanaqa beryapti. Ya shu she'rni ko'ring, iplari ham yaltirab qanaqa boshqacha turibdi. Bunaqa katta farqi yo'q. Bunaqa lekin ko'rinishda prям bunida mana bu jamislar. Agar разбираться qilmasanglar, realniy bu ham originalga o'xshab turaveradi. Shu detalni unaqa tikilsanglar topasizlar. Sifatida lekin bilinib qoladi. Sifatida явно bilinadi, chunki mana buni ushlasang, buni ushlasang, bu jo'stkiyda, bu
приятныйroq, yumshoqroq bo'ladi. Tishlari ham tishlab olsanglar. Aynan bizda ko'proq Nike choplari chem Adidas Pumaga qaraganda, lekin любой butsida original butsida Puma bo'ladimi, Mizuno Adidasmi, original butsi bo'lsa mametgacha bo'linadi. O'rtasi hech qachon bo'linmaydi. O'rtasini bo'lib bo'lmaydi. Originalmi? Da, bunikini o'rtasi bo'lib bo'ladi. O'rtadan bukiladi. Toshdan ham kelmayaptimi bu? Bisim ketadi. Любой жесткий bo'ladi. Bukilmas ekan o'rtasi. Ha, любойniki mana shunaqa. Любойники o'sha, ma'munikini любой ushlasa ham bukilmaydi. Adidasda ham, Pumada ham любой Mizuno original butsini bitta farqi, masalan, butsiga tushmaydigan masalan bo'ladi-yu, o'rtoqlaringiz yoki butsiga tushmasangiz ham bitta bundoq qilsangiz bilinadi. Mana bu tagi жесткий bo'ladi originalda. Ha, mana bunaqani Kopiyaniki mana bukuladi ekan. Sizlarga mana layfhack foydalaninglar. Butsi olgan paytinglar. Butsi olgan paytinglar mana bu original olib kelib sotayotgan bo'lsa deb bukib ko'ringlar. Bukilsa basharasi kirib boringlar. Keyingi model sanga juda tanish bo'lganmadi. Jahon Tempo adashmasam shundan kiyuvding. Faqat boshqacha rangda. Atak plyus shunaqa edi. Yo'q, uni modeli ham bitta boshqa edi. Ha, bitta boshqa edi. Bitta boshqa. Bitta eskisi. Aniga bitta yangisi. Biz sotib oldim o'shani. O'shani sotib oldim o'rtoqlar. Keyin nima bo'ldi? 150 mingami sotib oldim. Kiydim. Hozir kiydim. Hali ham hozir ham kiyib qo'yaman. Ancha kiydim-da. Ancha degan ekan. Yozda oldim. Hop. O'shan bilan 6 oyga yetdim, 5-6 oyga. Yilga yetdi. Yilga yetdi. O'sha Qozog'istondagi ham turnir bo'ldi. O'sha yerda o'sha chidaman. Adashmasam tagi tushungan. Teglari sinib ketdi, o'sha chidaman. Tishlari singanmi? Tishlari yo'q. Tushunishim bo'yicha ko'rdi, mana Mametdan padoshvadan ochilib ketdi, to'g'ri? Mana padoshvasi. Atakchi yaxshi berdi. Endi bu mana original. Mana shu modeli. Da. Originaldagi modelida faqat rangi boshqacha edi. Xoniga ekanlar. Rasvetga qo'yibmi yoki qolib? Selam, hamma yoq nechadami? Yo'q, romantik. Motor buni uyda geçirdim. Tipini Xoniga ekan o'rtoqlar, realni. Juda yemagan tempogan, o'li skromniy modellar. Hamma chiqdi. Qora, bu вообще imbak. Oq bilan qizil. Berib yuborsa kiyib yuboradi. Mana yengilligida qanaqa solishtirib ko'rishingizga farq. Ham ancha yengil. Original stelkasi qani men qizig'i. Stelkasi ichkarida. Ya'ni sumkada. Даже mamunda ham ozgina farq bor. Endi bir kilogrammlarda emasda farqi o'shagan payt mana yengilda. Qulay. Bilinadi, original juda yengil. Oxirgi butga qoldi bizda Nike'dan. Bu mana shu Venom'da eski pokoleniya, ya'ni Phantom bo'ladi. 2 yil oldingi versiya. 2 yil oldingi versiya. Bu ham futbolchilik bunda. Chiqqan payt. Lekin bu ham juda ham bir populyarniy bo'lgan, haligacha kiyiladi. Mana bu bilan buni farqi. Mana bitta farqi bu yoqda atak sal nasib uzunroq, lekin ichi bir xil. Rangi bir xil. Bu katta. Katta 40 to'g'ri, u 40 Hatta katta bo'lsa ham besi bir xildir. Besi bir xil. Kichkina bo'lsa bu ancha yengil bo'ladi. Yana bitta lifehack, любой butsi по-любому подделкаga nisbatan ozgina bo'lsa ham yengilroq bo'ladi. Dizayn nima? Bizda model bo'lgan bilan Просто rasvetka boshqa, dizayni boshqacha ham ekan. Buni yozuvlari kattaroq, Nike ham boshqacha turibdi. Nike mana nakleyka haqiqiy. Lekin просто chizib qo'yilgan. Oldida ham shunaqa materialga keladigan bo'lsak, materiali ham boshqacha ekan, qizig'i. Bunigina qara. Materialning nomi nima edi mana? Predatorga o'xshash nimadir. Mana buni boshqacha. O'zi yasaganmi bu ishini? Tishlari lekin yomon o'xshatib lekin tishlarini bo'shida. Tishlarini o'xshatdi. Tishlarini realni avtoralif zubni o'yagan deb zina qiladi. Ya masalan, mana Nike'dan hozir 3 ta flagmani bor Nike. Mercury, Tempo va Phantom chiqadi. Qaysi biri senga ko'proq yoqadi? Qaysi birini kiygansan, qaysi birini maslahat beradigan bo'lardi agar Nike ishlariga? Xo'sh, mana aranglar. Pulinglar bo'lsa, soqqanglar bo'lsa, original olsanglar, mana Mercury olinglar. Imba originali bo'lsa, poddelka chizib ketaverib ezib yuboradi. Pulinglar yo'q, bizga byudjetniy variant kerak desanglar, qulay bo'lsa, mana Tempo imba bu ham. Bular byudjetniy variantga вообще zo'r. Sifati ham ancha chidaydi, o'zi ham qulay. Phantom bilmayman, menga umuman tushmagan. Oyog'i o'zincha yangi model. Oyog'i ustki odamlarga-da bu, meniki yapaloqroq-da. Lekin bu realni bo'lmaydi mana. Materiallari ham juda yuqadi, Tempodan ham yuqadi.
Naqadar g'alatiroq, yana bilmadim. Lekin bilaman, menga tuyulyapti-ki, işte tishi baqvatroq uncha-munchaga sinmaydigan deydi. Sinmaydi, tish sinmaydi. Bunikini bilmadim, men bunikini yangi mana. Tish sinmaydi, lekin maytlari ketadi mana. Og'iz ochilib ketadi. Qara, endi pulga keladigan bo'lsa, U yo'q. qara. Mana bu eski model bo'lgani uchun sal arzonroq. 200 dan 220, 230, 240 gacha. Dollar. Dollar. Endi summada chaqoldilar. 200 dollar deb 2.600 ga yaqin bor. Eng arzoni mana bu bo'lsa, mana bu 180, 200 shunaqa. 200 bo'lsa 2 million, короче, 2,5 2.600 bo'pti-da. 2,5 million deylik. Da, 2,5 million sredniy deylik. Mana bu sizlar 350 mingdan 450 minggacha. Endi minggacha. Bu degani 30 dollar. 30-35 dollar. Puli byudjetniroq, 200 dollar puli yo'q menimcha. Endi Ya endi, конечно, agar qaranglar puldan muammo bo'lmasa, pожалуйста, olib tashlaylar. Pulidan muammosi bo'lmaganda bu videoni ko'rmasdi hamma. Pulidan muammosi bor, chunki bilay arzonroq. Qanaqa yaxshi butsi olsam ekan deyapti-da. Yo'q, to'g'ri. Pulinglar bo'lsa o'sha gap. Men aytgan, любой original butsini olinglar, даже искусственныйda ham 1 yilga bemalol chidaydi. Bitta sezon bemalol chidaydi, ishonaver. Yo'q, men 7 yil o'ylayman. Yarim 2 yil yo'q bo'lib ketgan bazadan chiqqanini yarim yil kiyganman, ishonaver. Shunaqa deysanmi? Ha, 1 yil bemalol kiyasizlar. Betonda ham o'ylayverasizlar. Atak to'g'ri, lekin endi kiyishga, endi birinchi o'rinda kiyishga ham bog'liqda. Masalan, yerda tepadagi bo'lsa, по-любому ketadi deb o'ylayman. Agar akkuratni kiysanglar, bir yilga chidab beradi. Mana puli borda o'ylayapti. Unga vid kerakmi yo komfort? Tushunsan, komfort bo'lsa bitta butsi olinglar-da, o'shani 1 yil kiyinglar. Chunki hamnaqa olasizlar, undan ko'ra men 4 ta olaman, buni 4 xilni desanglar, buni har olganinglarda 1 hafta oyoqingizga azob berasizlar. Azolqib, yaraqib, tushunsizlarmi? Qiynaydi. To'g'ri, butsi almashaveradi, lekin oyoqni o'ldirib tashlaysizlar-da. Unaqa butsiga almashtiravergandan ma'no yo'q, chidasa. Agar meniki buzilmasa, bir umr kiyaveraman bittasi, to'g'risi. Buzilgani uchun iloji yo'q. Keyin mana buzilmaydi, original. Удобный, qulaylik. Mana butsini byudjetniy variantlari tempo qulay, random ham qulay. Merkurial qulay, lekin sinib ketadi. Mana juda qattiq butsi. Shuning uchun o'rtoqlar o'zingizlar tanlov qilinglar. Endi bu sizlarning oyog'ingizga ham bog'liqda. Kimdir oyog'i yapaloq, kimgadir usti. O'shanga qarab butsini kiyib tanlab olaverasizlar o'rtoqlar. Bu verdik baribir poddelkaga taqalyapti-da, to'g'rimi? Shunaqa endi, chunki o'rta miyona 2-ligada o'ynaydigan odam ololmaydi. 1-ligada o'ynasa ham original ololmaydi. To'g'risi, yo'l krasiga ishlatadimi o'sha oyligini yo butsi oladimi? Pulinglar bo'lsa ham o'rtoqlar bitta mana bunaqa olinglar-da, uyingizga 2 ta olib kiringlar, sog' bo'linglar. Jahon bu videoda original butsi bilan original butsini, poddelka butsini solishtirib ko'rdik. Keyingi butsida уже original butsi bo'ladi, hammasi. Faqat Nike bu yoqda. Bu yoqda Adidas bo'ladi, Puma bo'ladi, Mizuno bo'ladi. Agar tomoshabinlarga menimcha 100% qiziq, o'sha yoqda faqat original butsi haqida gaplashamiz, sifatini solishtirib ko'ramiz. Adidasda qanaqa ahvol, Nike'da, Puma'da. Buning uchun bolalar nima qilish kerak? Bilasizmi, Jahon? Yo'q. 5000 ta like yig'ilishi bilan ana shu videoni chiqaramiz. Do'stlar, nerealniy video bo'ladi. Hamma original butsilar o'sha brend yoqda solishtiriladi. Shuning uchun nima qilish kerak, Jahon? Bo'ldi, mana shu videoga like bosish kerak, kommentariy yozib turib kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Bo'ldi, videoni kutish kerak. Bu yoqda pastda описаниеda Jahonni profili, Instagram, Telegram hammasi bo'ladi. Jahonga ham o'tib motivatsiya qilib qo'yinglar, podдержка berib qo'yinglar. Shuncha qimmatbaho informatsiya berdi. Tekinga obuna bo'lish esdan chiqmadi. Hammaga rahmat do'stlar.